Men Baxtiyorov Mirjalol, Xorazm viloyati Hazorasp tumanida tug'ilganman. Yoshim 21 da. Oilamda o'zi dadam, oyim, 4 ukam bor. Keyin buvim, bobom bilan birga yashaymiz. Dadam tadbirkorlik bilan shug'ullanadilar, oyim bo'lsalar uy bekasi. Oilamizda san'atkorlar yo'q umuman. O'zi yoshligidan maqom san'atiga qiziqqanman. Buvim bilan bobom meni tumanimizdagi musiqa maktabiga olib borishgan. O'sha yerda operaga qiziqib, keyin opera aytishni boshlaganman. 13 sonli bolalar musiqa va san'at maktabida O'rinov Shohruh aka sinflarida o'qidim. Keyin O'zbekiston davlat konservatoriyasi qoshidagi akademik litseyda Jahonaliyev Jasur aka sinflarida o'qiganman. U yerni tamomlab, hozir O'zbekistonda xizmat ko'rsatgan artist, professor Aleksandrova Olga Alekseyevna sinflarida o'qiyapman. Operaga bo'lgan qiziqish ustozimga, keyin oilamdagilarga bog'liq. Men o'zi borgan paytimda o'sha kechroq borganman musiqa maktabiga. Keyin o'sha yerda bitta ochiq joy qolgan ekan qabul uchun. U ham bo'lsa akademik xonandalik, ya'ni opera sinfiga. Keyin o'shandan keyin tahsil olib, o'shandan qiziqish boshlandi. Ustozlarim, oila a'zolarim ham ovozing shu yo'nalishda yaxshi tushar ekan, an'anaviy yo'nalishdan ko'ra deb shuni tavsiya berishgan. Men ham shunga harakat qilganman. Bu yo'nalish tanlashimga avvalambor oilam sababchi bo'lganda, ular san'atkor bo'lishmasa ham san'atni tushunadigan odamlar bo'lishgan. Shuning uchun oilamda ota-onam, bobom, buvim hammasi shu yo'nalishga kirganimni qo'llab-quvvatlashgan, har doim ko'maklashib kelishadi. Uyga kelib kuylab berardim. Keyin imtihonlardan videolar olib, ularga borib ko'rsatardim, jo'natardim. Hozir ham shu an'ana davom etmoqda. Odatda dadam, oyim ish bilan band bo'lganliklari sababli ko'pincha yonimda buvim va bobom yurishadi. Bugun ham respublika bosqichiga oilam, ota-onam, bobom, buvimlarning duolari bilan keldim. Tuman, viloyat bosqichlarida albatta raqiblar bo'ldi. Ular bilan musobaqalashdik. Juda yaxshi bir saviyali darajadagi raqiblar ular. Viloyat bosqichida Rossinining Vilhelm Tell operasidan Vilhelm Tell ariyasini kuyladim. Mening ijroim hakamlarga ko'proq yoqdi. Ijroimni eshitib, ancha iliq fikrlar bildirdilar, ancha o'zlarining maslahatlari bilan bo'lishdilar va kelajakda yaxshiroq harakat qilishga, yaxshiroq o'zim ustimda ishlashimni aytib o'tdilar. 15 yosh paytimda edi. Zabudulya romansini o'rganganman. Bu asarga 1 oy, 2 oycha imtihon uchun tayyorlaganmiz ustoz bilan. Endi u romans o'ziga yarasha qiyinchiligi bor, lekin u payti maktab bosqichida bo'lganim uchun, endi o'rganayotganim uchun osonroq deb shu asarni berishgan. Shu paytgacha kollejda o'qib yurgan paytimda Молодые vokalisты O'zbekistona, ya'ni O'zbekistonning yosh vokalistlari ko'rik tanlovida birinchi o'rinni qo'lga kiritganman. Keyin yaqinda bo'lib o'tgan Yoshlik bahori yosh operachilar ko'rik tanlovida g'oliblikka erishdim. Albatta bunday yutuqqa erishishimda oilam va ustozlarimning o'rni juda katta. Chunki oilam har taraflama meni moddiy, ma'naviy tarafdan, har tarafdan qo'llab kelishgan va hozir ham qo'llab turishadi. Ularga rahmat aytmoqchiman. Ishonchni oqlashga harakat qilaman. Asar tanlashda eng avvalo har doim ustoz bilan maslahatlashaman, chunki ustoz kamida 50 yillik tajribaga ega. Har qanday konkurs bo'ladimi, har qanday musobaqa bo'ladimi, sahnalar bo'ladimi, hammasini ko'rgan. Shuning uchun menga har doim yaxshi narsalarni aytadi deb o'ylayman. Men har doim ijroimdan ko'nglim to'lmagan. Qachon sahnaga chiqsam ham o'zimga qanaqadir kamchilikdek tuyuladi, chunki repetitsiya jarayonidan ko'ra sahnada qiyinroq bo'ladi har doim. Repetitsiya jarayonida yaxshi chiqib turgan narsa ham sahnada chiqmay qolishi mumkin. O'shaning uchun xursand bo'la olmayman ijroimdan. Kelajakda mashhur opera xonandasi bo'lish, o'z karyeramni yaratish maqsadimni qo'yganman. Hozir prezidentimizning qarori bilan har xil respublika tanlovlari, yosh ijrochilar uchun konkurslar bo'lib o'tyapti. Bundan biz juda ham xursandmiz. Bunaqa konkurslar ko'p bo'lishini va biz ilg'or harakat qilishimizni, o'zimizni ustimizda ishlashimizni va xalqqa iste'dodimizni ko'rsatishga harakat qilamiz. Respublika bosqichidan g'alaba kutyapman, xudo xohlasa. Endi bu yog'i ijroga va hakamlar hay'atiga bog'liq. Biz bilan qatnashayotgan jamoadoshlarimga, tengdoshlarimga hammasiga omad deb qolaman. Я да fargas allor mistakova seguir l'assassino giurò verso America il mare solcava pereda
suoi studi tornò